Ko'rolmaydigan ichi qora insonlar bor. Ularni o'zgartirish mumkinmi o'zi? Bilmadim-u, unaqalarda shajarasi shunaqa bo'lib kelgan. Ularga ketkazgan vaqt quvol bo'ladi. Bitta she'ram bor-ku, o'zgalarning yutug'ini ko'rib, hasaddan yuragi poralar. O'zi yemas, o'zgaga bermas, salom sizga ichi qoralar. Hech qachon to'xtamang chaynashdan, g'iybat o'chog'ida qaynashdan, to'xtamang yomonlab sayrashdan, gazni bosing chiqoralar. Omad kulib boqsa bizlarga, alam qilyaptimi sizlarga? Davleniy ham oshib 200larga, battar bo'ling chiqoralar. Kovlashda eng zo'r o'zingizda, sehrli cho'pchavor qo'lingizda. Bo'ldi-da endi, qo'yingizda tuzalarsiz ichi qoralar. Sizga g'iybat shuncha shirinmi, ko'rolmaslik yoki irinmi? Insonning, odamning bir qadri bir tiyinmi? Hadis o'qing chiqoralar. Ko'rolmaslik darddir bedavo. Hozir ko'p tarqalgan bu vabo. Mayli bir kun topilar davo. Yaxshi bo'ling ichi qoralar. Orqadan chaynaydi nomardlar. Yuziga aytadi chin mardlar. Burgutdan qocharlar kalxatlar. Nomardmisiz ichi qoralar? Qalbi pokka, yuragi tozaga berarkan Alloh. Ko'rolmaslik bu katta gunoh. Hoziroq deng astagfirulloh. Tuzaling-da ichi qoralar. O'zgalarning yutug'ini ko'rib, hasaddan yuragi poralar deydi. O'zi yemas, o'zgaga bermas. Salom sizga ichi qoralar.